Ha, o'ynab turibmiz, okey, shu. Batir! Sekin. Ay! Umrim! Menga qara. U oyog'ingga tegdi-yu, namuncha o'qma qo'ysa? Oyog'imga emas, Ha? oyog'imga tegdi. Maya qarlaring, mana shunaqa o'tiraveramizmi? O't-bo'tga olib boraylik buni. To'g'ri. Mani bitta tanishim bor, o'shani oldiga olib boraman. Bu sharob bosh tabib uylari. Hozir kirib bitta suhbat qilamiz, qudratlarini ko'rasan. Zo'r solib qo'ydilar. Qali, yaxshi bo'ldimi? Zo'r solar ekanlar. Mani hech qatim chiqmagan. Ha, oyog'im chiqib ketdi deding-ku? Oyog'im demadim. Oyog'im dedim. Ha, shunaqa demaysanmi? Men qattan bilaman endi. Menga qara, bitta zo'r tanishim bor. O'rta to'ygacha hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Xullas, Kim? Sen gapir. Do'st tomonidan xiyonat bo'lgan. Mana. Kalla bormi? Shunaqa narsalarga ham ishonadimi? bo'pti, o'zing hal qil, o'zing tepding-ku. Tizor joy bor. Xabaring. Mandan kirib. Hao. Kallang joydami? O'ylab ish qilyapsanmi? Unaqa joy bo'lmaydi. Tavba. Yaxshi narsalar Shu ekan. mazza bo'lsa-da senga. Bir marta ham o'zimdan so'ramadinglar-a? Qatga borgin kelyapti. Xo'sh, kopto tegdini? Yomon tegdi. Yomon emas, yaxshi ham tegibdi. Voy. Tushunmadim. Agar shu kopto tegib oldimga kelmaganingizda, ertadan keyin uylanib, nimaga bola ko'ra olmayapman deb yurgan bo'lardingiz. Bu kasalmi shunda? Ya astag'firulloh. O'rtog'ingizda 3-darajali varikotsellik bor. Uni davolasa bo'ladimi? Xudo xolasa davolasa bo'ladi. Siz kirib bitta narsa topshirib chiqing. Hammasi yaxshilikka. Yaxshilikka. Bor. Kirib chiqib Bor. Sen o'rtog'im qo'rqmagin, biz shetda bo'lamiz, xo'p? Menga qarang, shu operatsiya qilish kerakmi hozir? Badirqan. Doktor, bu ham yaxshilikkami? Bu yaxshi emas lekin. Yomon qilding bobi. Tirab aka.